Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ribusjon. Bugun biz Minecraftda videolarni Minecraftda vijvaniya qilib oxirigacha borishni. Bunda oxirgi yo'q. Amayli. Bola yaxshi yuribmisizlar? Qandaysizlar? Gapirishga gap ham qolmaydi. Qaniydi meni 1000 ta odam ko'rib boshlasa, avvalgi akkauntim chopilib ketgandan beri mazam bo'lmaydi bolalar. Sizlar ham ko'ringlar, 1000 ta obunachi yanglab turib akkauntinglar chopilib ketsa, shunchalik mehnat qadrli bo'lib chopilib ketdi. Mana ikkinchi qismat chiqadimi, chiqmaydimi bilmadim, lekin bu videoda butunlayin yashab qo'yamiz debman. Yashab qolamiz. O'rtog'im esa nimagadir qochib ketdi emas, ketib qoldi uyiga. Soat necha? Ana soatni ko'rib oldingizmi? O'rtog'im videoda kulyapman-da, videoda montajda boshida salomlashdi. Voy. Qotib qoldi. Bolalar yaxshi yuribmisizlar? Ikkinchi marta aytishim. Sizlarni sog'lig'ingizni o'ylayman. Nima deganim bildingizmi? Sizlarni sog'lig'ingizni o'ynayman dedi. O'ylayman-da, bolalar. Ana Versaka hozir qishloqcha topsak zo'r bo'lar edi. Yaqinda oddiy Minecraft yuklab olsam video olaman. Lekin bitta narsa bor. Lekin bunda ovoz chiqmaydi. Oddiy Minecraftda video olsam, birinchi kravat yasab olamiz. Конечно, kravat kerak. Videomiz ozgina qisqaroq bo'ladi, chunki bizlarning videomiz necha minutdan oyoqqa bitmaydi bilmadim. 10 bola qornim ochib ketdi-yu. Lekin bitta narsa qila olamiz bizlar. Ana bo'ldi, mazza qilib yuramiz endi. Tovuqqani? Hammamda ekan. Shuni ham bura olmadingmi deyishingiz mumkin. Nima ekan, charchoq bor. Avvalgidek o'ynamayman. Boshim ekan baqal. Boshqa Instagram profilimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda hech qanday video chiqmaydi-yu, lekin birovlarga natashab qo'yganman. Follow. Yaxshi, Instagram emas, Telegram akkauntim, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimda hech kim yo'q. Avvalgi Telegram kanali esa 102 odam, 145 odam bilan akkaunt yo'q bo'lib ketdi. YouTube akkaunt bilan. Bo'ldi. Описаниеda qoldiraman yoki kommentariya. Biz nima qilamiz hozir? Uy quramiz. Nima qilardik? Uy qurib rollanamiz. Mana bu qo'yam bir ovqat bermaydi. Yaqinda oddiy Minecraft o'tganimda yaxshi bo'lardi. Hozir o'tolmayman, chunki videoni kesib, montaj qilib, ovozini o'zgartirib o'tirgim kelmayapti.
O'zi sizlar bilan salomlashganim ham yodimdan chiqib ketdi. Yaxshi, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar bo'ldi. Salomlashdimmi men? Salomlashmadimmi? Bilmadim. Sizlar so'rashingiz mumkin. Mana bu chap tomondagi chapmi, o'ngmi bu? Ha, chap ekan. Chap tomondagi ko'k narsa nimaligini u oddiy do'stim yuklab bergan cheat. Buni ishlata olmayman hozir. Chunki keyingi videolarda obzor qilib o'tamiz. Obzorda nima? Ha, shunday qilib o'tamiz. Hozir uni ishlatsam telefonim qotadi va video ham yo'q. Esonaman videoni ham YouTube'ga joylab olay. Endi Origin hammasini nadvoryapman-ku. Ola hozirdan ko'rsatib yuboraymi? Yaqinda ham kompyuterim mishkasi kelsa zo'r bo'lar edi. Shunda o'ynardik kompyuterda. Unday qotishlar ham, boshqa ham, yana oddiy Minecraft mazza qilib kanalim ham rivojlantiramanmi? Versak qilib ketaversin. Mana shu yerdan qurib yuboramizmi? Mana bu yerdan qurib yuboramiz valla. Bu yer qorong'u va zulmat. Zombilar ko'p bo'ladi-da. Zombini o'chirib qo'ysam. Mana shu yerdan qurib yuboramiz. 1 2 3 4. Yaxshi. Yo'q, 4 bo'lmaydi. Yaxshi 4. 4 bo'lsa 1 2 3 4 5 6 dan bo'ladi. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. Mamatga yetmay qoldi-yu, ha mayli. Hozir olib kelamiz. Videoni tezlashtirgan tarzda demayman-u, videoni o'chirib turaman. Ko'proq daraxt olib olaman. Avvalo 27 ta daraxt chopib olib keldim. Endi bu yoqqa so'kinmaymiz. So'kinishga kirmaydi ham u. Lekin kiradimi? Kommentariyada qoldiring. Pobakni tashlaganim ham 1 yil bo'libdi. Va Minecraftga bitib ketibman, bila. Pobakka yana qaytaymi bolalar? Bu yerda Pobakni biladiganlar kim bor axir? Hamma Minecraftchilar bo'lsa. Pobakni bilsangiz kommentariyaga yozib qoldiring. Nimani yozamiz deb bir marta video olgandim. Avvalgi 1000 ta bo'lgan kanalimda video olgandim. Birsi har doim nima deyveradi? Kommentariyaga yozib qolding deganimda dedi. Ko'p narsa aytib yuboradi dedim. Shunga birsi Dalbayo'q nimani yozaylik dedi. Qaysi birini yozaylik deb yozib yubordi. O'zi video olinyaptimi? Ha, chotki. To'xtab qolganmi? Yo'q. Aytishga gap ham qolmadi. Roro akam qanday gapiradi? Shuncha gapni ichida saqlab o'tiradi. Kim deb? Men deb dedi. Valla sizlarga qaysi versiya yoqadi? 19 dan pastlarimi yoki 19 dan tepalarimi? 19 versiyalardan tepalarimi? Yoki haligacha 16 versiyada qolib ketganmisizlar? Bu esa 0 4 2 versiya.
Lava. Bu daraxtim bular kam bo'lyapti deb o'ylayman-da. Уже 10 minutlik video bo'libdi. Bugungi videomiz haligacha tugamadi. Chunki bu videoda qurib bo'lishimiz kerak mana buni. Endi uxlab olish kerak bo'ladi. Qo'llarim og'rib ketdi. Endi bular 14 minutlik video qilsam yaxshi. Desinlarim feroda. Bular Roblox o'ynaydiganlar, plus qoldiringlar. O'ynamaydiganlar minus. Bular nimaga versa kasadim men? Nimaga kirdim men versa? Bo'ldi. Yozim esimga tushdi. O'zbekcha gapiramiz dedi. Ammo qo'yamiz chotki. Mana uylarimiz birdan 10 gacha baho beringlar. Ular aytpam bilmayman, bir ikki jo'llari Sigma Boy degan bitta o'rtog'im bor. Uni ham kanali chopilib ketdi. Hammamizga chopilib ketyapti. Nimaga desam, yoshimiz yetmayapti ekan. Bo'ldi. Bittasi ham men video olaman. Avvalgi videolarimni ham qo'yib yuboramiz. Avvalgi o'ynagan videolarimizni o'zbekcha gapirmaymiz. Va pechga mana bizlarning hech kim qurib bermaydigan uyimiz. Artefaktga aytamiz, qurib beradi hammamizga. Shu uyni artefakt jonlantirib bersa bo'ku $1000 beraman de. Lekin $1000 bermayman, chunki xohlagan vaqtda jonlantirib beradi u. Lekin mod bilan. Bu Minecraftga mod qo'shib bo'lmaydi. Уже 2 minutimiz qoldi. Bolalar, videoni to'xtatib oynalarni natishga qo'yib yuboramiz. Bolalar, videomiz sizga ma'qul bo'lgani uchun rahmat. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa rahmat. Obuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Videomiz tugadi. Chunki Minecraft otib yuboradi.